Assalomu alaykum. Men bu kitobni topshirmoqchi edim. Nega daftarga yozamiz? Farq yo'nalishi? Milliy g'oya yo'nalishi. Guvohni varaqangiz? 3907. Xo'p. Kecha va kunduz o'qidingizmi? Ha. Shu haqida ma'lumot berib yuboring. Xo'p, qahramonlar qatnashdi. Sizga bu qahramonlardan kimlar yoqdi? Nimalar haqida yozibdi? Tushunchalaringizni gapiring. Xo'p, Abdulhamid Cho'lpon qalamiga mansub Kecha va kunduz asari 2 qismdan iborat. Ya'ni kecha va kunduz qismlaridan bizga ma'lum, kecha qismi bu o'sha 1933-1934-yillarda yozib bitilgan asar hisoblanadi. To'liq holiga esa 1936-yilda keltirilgan. Lekin bizga esa faqat kecha qismi yetib kelgan, kunduz qismi yetib kelmagan hisoblanadi. Xo'p, kecha qismi haqida gaplashadigan bo'lsak, buning asosiy qahramonlari Xo'p, Zebi, Qurbon bibi va Razoq So'fi, Sultonxon, Miryoqub, xo'p, keyin Podshoxon ismli qahramonlar hisoblanadi. Bu asar orqali o'sha davrda ayol qizlarning qadri va ularning bilimga bo'lgan o'zlarining intilishlari haqida hikoya qilingan deb aytsam bo'lig'i bo'lmaydi. Xo'p, yana bu asarda qizlarning o'z roziligisiz, otalarining ilmsizligi va o'sha davrdagi insonlarni bilimga va o'sha diniy ilmlarga noto'g'ri yo'l bilan borganliklarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu obrazni bizga Razoq So'fi obrazi gavdalantirib beradi. Razoq So'fi o'zini So'fi deb ataydi, lekin aslida u haqiqiy diniy bilimga ega bo'lmagan inson bo'lganligi tufayli qizning roziligisiz va uni o'zidan bir necha yosh katta insonga turmushga berganligi orqali namoyon qiladi.